Xo'p, genetik kasalliklar ma'lum bitta shu narsani deb, bitta sababni deb keltirib bera olmaydi hech kim. Точно aytib bera olmaydi u narsani, shundan bo'ldi deya olmaydi. Qarindoshimiz desa shuni ushlab olishimiz mumkin. Ha, qarindoshlar shuning uchun bo'ldi. Yoki homiladorlikda o'tkazgan kasalliklaring, yoki onasidagi infeksiyalarni hisob etolman, u faktori ko'p, polifaktor bu. Ko'p juda ham faktor. Endi o'shaning uchun davosi ham yo'q u narsani. Agar biz aniq mana shu narsadan bo'ldi deydigan bo'lsak, unga to'liq davolab, keyingi homilaga harakat qilsak bo'ladi. Baribir qachondir bu riskni qilishimiz kerak, chunki farzand kerak bizga. O'shaning uchun bemalol homila, bemalol tug'ruq bo'ladi. Endi nargi bolada genetik muammo bo'lib tug'ildi degani keyingisida ham shu narsa bo'ladi degani emas. Yo'q, tushunaman, no baribir risk qiladigan holat bu yerda. Yo'q. U aniq sababini bilsak lecheniya qila olamizda. Xo'p, endi bolani jinsini biz hisoblolmaymiz. Bizda bunaqa qobiliyat yo'q, chunki biz ayollarda faqat X xromosomalar. Erkaklarda ham Y ham X xromosomalar. Demak, bizda faqat qiz hujayralar, X xromosomalar. Erkakning yeyotgan mahsulotlari, turmush tarzi ana shularning foizini, nisbatini ko'paytirib beradi. Masalan, молочный produkt yaxshi ko'radigan erkaklarda qiz hujayralarni xromosomalarni demak foizi ko'proq bo'ladi, yeyotgan narsasini hisobiga. O'shaning uchun demak bu erkak sut mahsulotlarini balkim yoqtirmasligi mumkin. Вот o'sha hisobiga ko'proq yedirishga harakat qilaylik. O'g'ilga bo'lsa, masalan, lecheniya qilib berishimiz mumkin. U ham 100% qilib beradi degani emas, lekin shu kungacha sababchi qildi.